O'g'lingiz haqiqiy erkak bo'lishi uchun, kelajakda boy va muvaffaqiyatli bo'lishi uchun. Hurmatli erkaklar, bu gaplarni o'g'lingizga hech qachon aytmang. Sani onang to'qmiyi, sani onangni kallasi ishlamaydi deb hech qachon o'g'lingizga ayolingizni yomonlamang. Siz bu orqali ayolingizni emas, o'g'lingizni sindiryapsiz. Samatsankasini nolga tushiryapsiz. O'zingiz yomon ko'radigan jihat bor-ku, erkaklardagi lattaboylik, bo'shlik. Aynan o'g'lingizda shuni shakllantiryapsiz. Erkak bo'l, yig'lama, art ko'z yoshing demang. Chunki bu orqali siz bolangizga erkaklar toshbag'ir bo'ladi, hissiz bo'ladi. Erkak boshqalarning hissiyotlarini tushunmaydigan bo'ladi degan tushunchani beryapsiz. Bitta narsani tushuning, u hali erkak emas, u hali bola. Ertaga u ham xotinni, bolalarni so'kadigan, uradigan, sal narsaga baqiradigan baxtsiz erkakka aylanadi. Men senlarni deb ishlab yuribman, men senlarni boqaman deb yuribman degan so'zlarni zinhor va zinhor o'g'lingizga aytmang. Chunki bu orqali siz bolangizni ongiga erkak narsist bo'ladi, jimot bo'ladi, abuzer bo'ladi degan tushunchalarni beryapsiz. Tushuning, ertaga u ham sizga, ayoliga, oilasiga, onasiga ham pulni berishi mumkin, minnat qilib, lekin vaqt ajratmaydi. Chunki bir paytlar siz unga vaqt ajratmagan kabi, tushunmagan kabi. Doimiy ishonchli va natija beradigan bilimlar uchun hoziroq sahifamga obuna bo'ling.